2026-yilda bunaqa taxtalardan tom yopish davri o'tdi. Akalar sizlarga yangilik konteynerdan tom yopish xizmati 25 metrga 25 metrni beustun qilib yopib berayotgan to'liq ma'lumotni G'ulomjon aka usta akamizdan olamiz. Hozir biz batda mana ko'rishlaring mumkin, to'q fermaga chiroyli usulda katta qilib to'q ferma bo'lgani uchun ustunlik qilib yopib berishgan hozir to'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum G'ulomjon assalom. aka, Yaxshimisiz? yaxshimi? Rahmat. Keling aka. Aka, batda endi necha joyda yopib bergansizlar aka mana. Aka, bu joyimiz konteyner profildan bo'lgan. Konteyner profildan bo'lgan joyimiz aka, bu to'q firmaga moslangan. To'q firmamiz aka eniga 21 metr, uzunligi 24 metr aka. Konteyner profildan qilingan joyimiz. Mana ichkariga yursangiz aka, ichkaridan ham ko'raveramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Akalarimiz chiroyli qilib qilishgan. Chilaga blok, sesmalar quyilgan. Sesmalar ham quyilgan bo'lsa mana chiroyli qilib o'zlari nimaga o sesmalaringga dubullarni qoqib o'zlari teshib bir yo'li qatirib svarga qilib berib ketishadi akalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Chiroyli holatda tunukalarigacha qatirib berishgan. Tunukalarini ko'ryapsizlarmi? Chiroyli qilib shipillarigacha a'lo holatda qilib kimga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Undan tashqari konteynerdan tom yonmoqchi bo'lgan do'stlaring bo'lsa, molxona, qo'yxona, to'yxona, stadion nimaga tom qilish kerak bo'lsa akalarimiz qilib berishaveradi. Aka, endi bu necha bo'ladi bu konteyner profillari o'zi aka? Konteyner profilimiz aka, bu aka hozir mana shu holatda qilib berganimiz 4 ga 8 aka. 4 ga 8 bo'ladi. 4 ga 8. Buni mana bu orasini tashlabsizlar, bu bilan buni orasi. Ashuni necha tashladi? Eng ko'pi, eng qisqasi. Aka, buni holati aka, buni hozir 1.30 ga qilib berganmiz. 1.30 oralig'i. 1.30 oralig'i. 1.5 metrga tashlab beraveramiz aka. 1.5 metr oraliqgacha tashlasa bo'laveradi. Hozir endi bunga hali issiq o'tmasligi uchun loy bossa bo'ladimi, bo'lmaydi? Aka, mana shu holati, firmamiz mana shu holati. Tayyor lombozga qilib berganmiz. Bemalol lomboz qilsa bo'laveradi buni. Bemalol lomboz qilsa bo'laveradi. Endi buni narxlari necha puldan necha pulga? Aka, buni narxlari shu holati aka 160 mingdan qilib berganmiz. Shu holati 160 mingdan aka, ichida bu materiallarimiz hamma materiallar o'zimizdan. Faqat uyda egasidan bonus hisobida aka shipirni olib bergan, qotirib berish xizmati ichida aka. 160 ming so'mdan qildilar, shipirini olib berdi. Bonus undan tashqari shipirmi, tunukami qatirib beraverasizlar, bonusga qaytarib berasiz. Bonusga qaytarib beramiz. Undan oldida tanlovlarini ham bonus ichida. Tanlovlari ham bonus ichida aka. Mana ko'ryapsizlar, akalarimiz balki to'q fermaga qilib berishgan. Chunki hozir bu necha aka? Bu aka hozir 24 metrga 21 metr aka. 24 metrga 21 metr. Xo'p, kvadrat metr. Общий summasi necha pulga bo'lgan? Aka, buni общий summasi aka bu yerda hozir 90 millionga qilib berganmiz. 90 million so'mga общий summasi shipirdan tashqari. Shipirdan tashqari 90 millionga qilib berganmiz aka. Bundan tashqari hozir aytyapsiz 160 ming so'mdan 250 ming so'mgacha dedingiz. Xo'p. Ularda qanday farqlari bor? 250 ming so'mliga qanaqa? Aka, bu 250 ming so'mlikda aka ichida hozir shotili bo'ladigan bo'lsa, shotili. Keyin bez ustunli joylar bo'lsa aka, Ashi 200 mingdan 250 mingga ketaveradi. Keyin tom ustilari bo'ladi aka. Tom ustlari mansardli bo'ladi. So'l qanday pason bo'lsa, shunga qarab chiqarib beraveramiz aka. Bundan tashqari bular ustunlik qilib berish. Mana to'q fermaga qilib berishgan akalarimiz nimaga to'q fermaga temir konteynerdan qildirgan egasi. Misollari to'qqa bit tushishi bor, kanat tushishi bor, dori tushishi bor. Xullas u narsalar taxtani ichida ko'payadigan narsa bo'ladi. Qo'yxonalaring bo'lsa, molxonalaring bo'lsa, konteyner tomdan qildirsang, uni ustiga mana lomoz ham qilsalaring bo'laverar ekanda. Bemalol issiq o'tkazdi demaysizlar. Bundan tashqari bularni O'zbekistonning qatigacha qilib beralasizlar aka. Mana shu o'zi konteyner profildan O'zbekiston 12 ta viloyatiga qilib beraveramiz. 12 ta viloyatiga qilib beraveramiz. 12 ta viloyatiga qilib beraveramiz aka. Agar mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, 12 ta viloyatga 160 mingdan qilib beraveramiz aka. Shu holati 160 ming. 160 mingdan qilib beraveramiz dastlabkasi ichida aka. Dastlabkalari ichida. Endi shuni qildirmoqchi bo'lgan qolgan viloyat deylar. Faqat yotoq joy bu abid bilan ta'minlasa bo'lmaydi. Faqat hamma yo'g'ini o'zinglar olib borasiz. Hamma yo'qni o'zimiz olib boramiz aka. Mana shu konteyner profildan nimaga ketgan bo'lsa, shu materiallarni o'zimiz elektrobalgarga toshiga olib boramiz aka. O lesalar turibdi bu yerda. Lesalarigacha o'zinglar olib borasizlarmi? Yo'q, lesalarni bu uyda egasi olib bergan aka. Lesalarni olib bergan. Lesalarni uyda egasi olib bergan.
Ko'rishlar mumkin. Undan tashqari darvozaxonaga qilmoqchi bo'lganlar bo'ladi. Darvozaxona aka, Kraska qilish kerak bo'ladi aka uni. Kraskasini ham qilib beradi. kraskasi qilinadigan bo'lsa aka 165 mingdan kraskasi ichida qilib beraveramiz. Kraskasi ichida. Ha. Endi mana bu ustumini konteynerda o'zini qaysidir mahsulotidan qilgansizlar. Konteynerda shivellar aka bu. Shivellari. Ha. O'ta Endi baquvvat buni narsa bu. konteynerda shivellari bo'lsa, boshqa o'zimizni shivellerlar bor-ku. Aha. Shiveller, duxtaver, ularni ham stoyka qilib beraverasizlarmi yo'q? Stoyga qilib beraveramiz. Agar bizni konteyner o'zimni uydagisi, o'zimni ustunlari bor desa, profilmi, shivellermi, duxtabermi nimaki bo'lsa, stoyka qilib beraveramiz. Uydagisida bo'ladigan bo'lsa. Agar uydagisi yo'q, stoykalar ichida qilib bering deydigan bo'lsa, biz stoykalarimiz shunday bo'ladi aka. Xo'p, necha metrgacha bez ustun qilib berasizlar? Aka, bez ustun qilib beradigan joyimiz aka biz 15 metrgacha bez ustun qilib beraveramiz aka. 15 metrgacha ustunsiz qilib berasizlar. Ustunsiz qilib beramiz aka. Mana akalar Bu ko'rishlar. konteyner profilimizni, tepadagi konteyner profilimizni istaysiz aka. Endi mana buni shiperni tagiga Hop. o'zini profilidan qo'yibsizlar, konteyner Konteyner profilidan. profilidan. Qayerdadir ko'rdik, rejadan qo'yishgan. Mhm. Taxta rejadan. Buni nima farqi bor aka? Aka, endi bu konteyner profildan qo'yganimiz sababi aka, endi taxta bilan endi uyda egasiga yengilroq variantini qilib bering deydigan bo'lsa, endi uyda egasi bizga taxtaning reykasini olib bersa, qotirib beramiz aka. Qotirib beraverasiz. Ha, biz agar yo'q uka o'zingiz hamma yo'q ichida qilib bering degansa, o'zimizni profildan qatirib, reykani qatirib beraveramiz shiperlarga. Ko'rishlar mumkin, chiroyli holatda qilib berishgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, akamizni nomini pastda qoldiramiz. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring, qilib berishadi akalarimiz. Svarkalarni ham ko'ryapsizlar, qo'yib yuboradi u bu degan gap. O'zini ishini mutaxassislar, haqiqiy mutaxassislari qiladi buni svarkalarigacha. Ko'rishlar mumkin, tiniq holatda chiqqan. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, akamiz nomerlarini pastda qoldiramiz. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videolarni yoqib, yana shunday videodan chiqaringlar deb kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Aka, ishlaringga rivoj, rahmat, sog' bo'ling. Mayli aka, sog' bo'ling. Molxonamiz ham tayyor bo'ldi mana, xudo xolasa. Bitdi. 1/14.